Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Namangan telekanalida dolzarb mavzu ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugungi suhbatimiz mamlakatimizda jadal amalga oshirilayotgan soliq islohotlari, xususan mahalla darajasidagi soliq ma'murchiligi, shuningdek yashirin iqtisodiyotga qarshi samarali kurashish masalalariga bag'ishlanadi. Bugun biz ana shunday muhim va dolzarb masalalar yuzasidan Namangan viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Shuhratali Imomov Toyirovich bilan ochiq-oydin suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning 16-iyun kuni o'tkazilgan amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi, hududlarda ishlarning borishi, aholini o'ylantirayotgan masalalarga yechim mavzusidagi navbatdagi video selektor yig'ilishida yer, mol-mulk va suv soliqlarini mahalliy byudjetda qoldirish, mahallabay soliq ma'murchiligini joriy etish, uyma-uy yurib soliq undirish amaliyotidan voz kechib, ommaviy tushuntirish va huquqiy madaniyatni oshirish orqali to'lovlarni qonuniy va ixtiyoriy to'lashga o'tish masalalari ham muhokama qilindi. Keling, avvalo prezidentimizning ana shu yig'ilishlarda berilgan topshiriqlar yuzasidan fikringizni eshitsak. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Albatta kuni kecha o'tgan prezidentimiz selektorlarida soliq organlarining oldiga bir qator vazifalar qo'ydilar. Ya'niki bu vazifalar nimalardan iborat? Soliq siyosatini sodda tilda oddiy xalqqa yetkazib borish, mana shu soliqlarimizni to'lash bu majburiyat emas, ya'niki fuqarolik burchimiz. Bu borada albatta bizning soliq tizimimiz bir qator ishlarni amalga oshirilmoqda. Xabaringiz bor, prezidentimiz tomonidan 2023-yilda mahallabay ishlash tizimi tatbiq etildi va bu o'z samarasini juda yaxshi bermoqda. Buni barcha soliq organlari va umuman davlatimizga shu iqtisodiy idoralar tushundiki, ya'ni bu o'z vaqtida to'g'ri qabul qilingan strategiyadir. Buning natijasida bugungi kunda soliq tushumlarimiz bir necha bor oshib, byudjetga to'lanishi kerak bo'lgan tushumlar o'z vaqtida to'lanishi ta'minlanmoqda. Mana shu dolzarb masalalarga siz rahbarlik qilayotgan jamoada qanday yondashuv bilan ish tashkil etilmoqda? Namangan viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, mahallaga 280 nafar soliq xizmati xodimlari biriktirilgan. Ya'niki prezidentimizni bizga qo'ygan talablari soliq xizmat xodimi masofadan turib emas, aynan shu mahallani o'ziga tushib, mahalladagi soliq to'lovchilar bilan yuzma-yuz ko'rishgan holda soliq siyosatini targ'ibot qilish, umuman soliq madaniyatini o'rgatish va byudjetga tushadigan soliqlarni to'g'ri hisoblab, o'z vaqtida tushishini ta'minlash bo'yicha topshiriq berdilar va bu topshiriq asosida ularning tashabbuslari bilan har bir mahallaga soliq organi xodimi biriktirildi. Ya'ni shu mahallada soliq to'lovchining muammolarini hal qilish, umuman soliq yo'nalishi bo'yicha tushuncha berish, tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tkazish, umuman soliq to'lovchining qanday muammosi bo'ladigan bo'lsa, shu muammoni 80%ni joyini o'zida hal qilish imkoniyati borligini biz tushunib yetdik. Oldinlari soliqchilar hisoblangan soliqni undirish bilan asosiy vaqt shug'ullangan bo'lsa, prezidentimiz bizga juda to'g'ri qo'ygan talablari, ya'niki soliq xizmati xodimi soliq bazasini kengaytirish bilan shug'ullanish kerakligi, to'g'ri yo'l ekanligini bizga tushuntirdilar. Albatta bu juda ham to'g'ri o'z tasdig'ini topdi va hozirgi kunda mana shu prezidentimizni bizga qo'ygan talablari va yo'nalishlari bo'yicha ishlarni tashkil qilib bormoqdamiz. Keling, mana shu mahallabay tizimini samaradorligini aniq raqamlarda, aynan viloyatimiz misolida ta'kidlab o'tsangiz. 2024-yilga nisbatan agar taqqoslaydigan bo'lsak, mana birinchi choragimizda soliq tushumi o'sish sur'ati Namangan viloyatida 128.9% ni tashkil qildi va mahalliy tushumlarimiz ham o'tgan yilga nisbatan shu darajada o'sishga erishildi. Birinchi chorak agar yakuni bilan hisoblashadigan bo'lsak, birinchi choragimizda byudjetimizdan 50 milliarddan ortiq mahalliy tushumlar bo'yicha ortig'i bilan bajardik va 80 milliard jami tushum rejasini ortiq bilan bajarildi. Albatta bu prezidentimizni bizga yaratgan imkoniyatlari, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatganlari va shuning natijasida prezidentimizning siyosatlarini bir qadar biz ham shu soliq to'lovchilarga yetkazish natijasida bu natijalarga erishib kelinmoqda. Albatta bu hozir bizning boshlang'ich natijalarimiz, prezidentimizni bizga yaratgan umuman soliq to'lovchilarga va soliqchilarga yaratgan imkoniyatlari natijasida bundan ham yuqori natijalarni o'zimizga maqsad qilib olganmiz va bu maqsad yo'lida albatta Namangan viloyati soliq xizmati xodimlari barchamiz maqsadni bitta to'g'ri yo'lga qo'yib, prezidentimizni bizga qo'yib bergan juda ham to'g'ri siyosatlarni o'z vaqtida bajarishi bilan shug'ullanamiz.
Darhaqiqat soliq to'lash bu majburiyat emas, konstitutsiyaviy burch hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni sanalgan konstitutsiyamizda ham, ya'ni undagi 11-bob 63-moddada fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va yig'imlarni to'lashi shart. Soliq va yig'imlar adolatli bo'lishi hamda fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmasligi kerak deb yozib qo'yilgan. Bu g'oyani ommaga yetkazishda, ya'ni tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib borishda qanday yo'l tutilyapti? Rahmat savolingiz uchun. Bu albatta soliq bu adolatli bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bizning respublikamizda mana prezidentimiz bosh yuritilayotgan siyosat juda adolatli siyosat. Ya'niki mana shu soliq stavkalarimiz har yili byudjet parametrlarini belgilayotgan vaqtda soliq stavkalari shu Oliy Majlis deputati tomonidan ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqilib, shu kiritilayotgan taklifdagi stavkalar adolatlimi? Ertaga soliq to'lovchilar bu stavkani yuqori bo'ladigan bo'lsa, ularning faoliyati to'xtab qolishi, umuman tadbirkorga soliq yuki og'ir tushib ketishi mumkin. Shuning uchun o'sha byudjet parametrlarini belgilayotgan vaqtda har bir soliq turi kesimida muhokama qo'yiladi. Shu muhokamaga qo'yilgandan so'ng o'sha Oliy Majlis deputatlari sessiyasida qaysidir soliq turini kamaytirish yoki qaysidir soliq turini ko'paytirish mumkinligi haqida berilgan takliflar tasdiqlanadi. Ushbu tasdiqlangan takliflar respublika kesimida har bir hududga alohida belgilanadi. Ya'ni har bir hududning iqtisodiy salohiyati bir xil emas. Mana misol uchun vodiy hududlari bilan voha hududlarini taqqoslagan bo'lsak, voha hududlarida asosan yer maydoni keng bo'lish bilan bir qatorda aholining joylashishi zich emas. Lekin vodiy hududlarida aholining joylashishi zich, umuman aholining faoliyat turlari ham boshqacha. Shuning uchun har bir hududga o'zining turidan kelib chiqib soliq siyosati targ'ibot qilinadi. Mana misol uchun oladigan bo'lsak, mahalliy soliqlarimiz yo'nalishi bo'yicha oladigan bo'lsak, bizning mahalliy soliqlarimiz, ya'ni yer mulk soliqlari viloyat byudjeti kesimida taqqoslangan bo'lsak, viloyatimizning soliq tushumini 10-12% tashkil qiladi. Lekin mana shu o'tgan yig'ilishimizda prezidentimiz juda to'g'ri narsani ta'kidlab o'tdilar. Mahalliy yer mulk suv soliqlari jami byudjet tushumini 12% ni tashkil etsa-da, lekin shu soliqni yig'ish bilan soliq xizmati xodimlarining 60-70% xodimlari shu bilan band. Ya'niki asosiy vaqtimiz shu yo'nalishda ketadi. Targ'ibot ishlariga keladigan bo'lsak, soliq to'lovchilarga soliq siyosatini targ'ibot qilish birinchi navbatda mana shu hududlarga har bir biriktirilgan inspektorlarimiz tomonidan, qolaversa muntazam ravishda grafik asosida yo'lga qo'yilgan o'sha soliq to'lovchi umuman fuqarolar bilan uchrashib, soliq to'lash madaniyatini targ'ibot qilish, umuman mana hozirgina aytib o'tganimizdek, soliq to'lash bu majburiyat emas, burchimizligini to'g'ri tushuntirib, shu soliqlarni o'z vaqtida byudjetga to'liq tushishini ta'minlash yo'lidamiz. Fikringizga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan mol-mulk, yer soliqlari. Jismoniy shaxs kim? Jismoniy shaxs siz, biz, fuqarolar jismoniy shaxs hisoblanadi. Buni ko'pchilik so'rashadi, yuridik shaxsmizmi, jismoniy shaxsmizmi deb. Biz har birimiz farzandlarimizni chiroyli bog'chaga, chiroyli maktabga, chiroyli oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olishlarini xohlaymiz. Betob bo'lib qolganda shifokorga borsak ham chiroyli binolarda xizmat ko'rsatayotgan shifoxonalarga olib borgimiz keladi. Lekin biz o'zimiz bilmaymizki, bu binolar qaydan barpo etilyapti. Bu albatta bizning to'layotgan soliqlarimiz hisobiga. Biz berayotgan o'sha mol-mulk, yer soliqlarimiz hisobiga zamonaviy maktablar, bog'chalar barpo etiladiki, biz bularni burch sifatida to'lashimiz kerak. Yana bir masala, nimaga o'tgan yili bizni soliqlarimiz kam edi-yu, bu yil ko'proq chiqib qopti deb fuqarolarimizni gaplariga quloqimiz tushadi. Sizni hozirgi gaplaringiz mana shu savollarga ham javob bo'ldi deyishimiz mumkin. To'g'ri aytasiz. Mana har yili byudjet parametrlarini belgilashayotgan vaqtda har yili o'zi iqtisodiy o'zgarishlar bo'ladi. Ya'niki inflyatsiya darajasi, iqtisodiy o'sish degan terminlar bor. Agar aniqroq yondashadigan bo'lsak, bir yilda misol uchun inflyatsiya darajasi 9%, 10% bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy o'sish 5-6% bo'ladigan bo'lsa, ya'niki bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, 15% ga qadrsizlanish. Buning natijasida shu har yili byudjet parametrini belgilayotgan vaqtda mana shu iqtisodiy o'sishlar, bundan tashqari inflyatsiya darajasi,
umuman hamma mana shu ko'rsatkichlar hisobga olingan holda soliq stavkalari belgilanadi. Bundan tashqari mana jismoniy shaxslar to'laydigan soliqlarimiz bor va yuridik shaxslarimiz to'laydigan soliq turlarimiz bor. Jismoniy shaxslarimiz to'laydigan soliqlar asosan shu inflyatsiya darajalari yoki bir iqtisodiy o'zgarishlar shunga asoslangan holda belgilansa, yuridik shaxslarimiz to'laydigan, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i, umuman daromad solig'i va boshqa soliq turlari bu davlatimizdagi bo'layotgan jarayonlar, umuman tadbirkorlarga yaratiladigan imkoniyatlar hisobga olingan holda belgilanadi. Mana shu soliq to'lash madaniyatini biz oiladan, bolalarimizdan, farzandlarimizdan boshlashimiz kerakda. O'sha boshlang'ich ta'limdan tortib, shu oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarga ham ertaga sen soliq to'lovchi bo'lasan, sen davlatga foyda keltirasan, sen iqtisodiyotimizga foyda keltiruvchi shaxs bo'lasan deb ongiga singdirib borsakkina bizda mana shu madaniyat shakllanib boradi deb o'ylayman. Prezidentimiz bizga qo'ygan talablari ham shu, ya'niki shu soliq to'lashni madaniyat bilan amalga oshirish, ya'ni shu fuqarolik burchimizligini qabul qilib va soliq to'lovchilarga shuni yetkazish va natijada shu soliq to'lovchilarimiz ixtiyoriy ravishda belgilangan muddatlarda o'z soliqlarini to'lashlariga erishish. Keyingi savolim bevosita soliq tushumlari bilan bog'liq. Namangan viloyatida soliq tushumlari holati, asosiy manbasi va bu borada erishilayotgan natijalar ham albatta jamoatchilikni qiziqtiradi. Mana shu savolimga ham javob berib o'tsangiz. Namangan viloyatini 2025-yilga belgilangan soliq tushumlari rejamiz 3 trillion 999 bo'lsa, mana shu bugungi kun holatiga 49% ga bajarib kelmoqdamiz, ya'niki yil yarmi bo'yicha. Umuman birinchi chorak yakuni bo'yicha agar hisoblashadigan bo'lsak, birinchi choragimizda rejamiz 108% ga bajarilgan. Soliq tushumlarimizni 75.4 milliard so'mga qo'shimchasi bilan bajarilishga erishildi. Bu albatta soliq to'lash madaniyatini targ'ibot qilish va tadbirkorlarga yaratilgan qulaylikning natijasi deb hisoblayman. Keling shu o'rinda endi kelgusi rejalar va xulosaga o'tsak, Namangan viloyati soliq idoralari oldida turgan eng qisqa muddatli vazifalar nimalardan iborat? Maqsadlarimiz birinchi navbatda men har doim bu narsani ko'p ta'kidlayman, soliqchini asosiy vazifasi bu soliq siyosatini targ'ibot qilish yoki bir soliqlarni majburiy undirish bilan shug'ullanish bu keyingi masala. Agar soliq siyosatini to'g'ri targ'ibot qilsak, ya'ni shu soliq to'lovchilarga ushbu soliqlarni to'lash majburiyat emas burchligini tushuntiradigan bo'lsak, to'lovlar to'lanishi o'z vaqtida va to'liq amalga oshiriladi. Eng asosiy vazifalarimizdan yana biri bu soliq bazasini kengaytirish. Soliq bazasini kengaytirishda tadbirkorni faoliyatiga asossiz aralashib, uni jarima qilish emas, unga yo'l qo'ygan xatosini o'z vaqtida tushuntirish, kerak bo'lsa o'sha idorasiga borib turib hisobotlarini qaytadan tuzib, yordam berib, byudjetga tushadigan soliqlarini hisoblashda ham amaliy yordam ko'rsatishdan iborat asosiy vazifalarimiz. Viloyat soliq boshi sifatida soliq to'lovchilarga, tadbirkorlarga nima degan bo'lardingiz? Soliq to'lovchilarga murojaatim birinchi navbatda mana shu sizlar to'layotgan soliqlardan viloyatimizni, umuman davlatimizni rivoji uchun qo'shayotgan hissangiz uchun avvalo rahmat aytmoqchiman. Soliqlarni o'z vaqtida to'lamaslik bu prezidentimizni siyosatlariga hamohang emaslikdan dalolat beradi. Ya'niki shu tadbirkorlarimizdan biz iltimos qilamizki, sizlarning to'layotgan soliqlaringiz davlatimiz ravnaqida juda katta ahamiyatga ega va prezidentimizning yuritayotgan siyosatlarini o'z vaqtida to'g'ri amalga oshirishda hissangizni qo'shgan hisoblanasiz. Rahmat javobingiz uchun. Eslatib o'tamiz, bugun Namangan viloyat televideniyasining mehmoni viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Shuhratali Imomov Toyirovich bo'ldilar. Mazmunli suhbat uchun sizga tashakkur. Fikrlaringiz tomoshabinlarimizda kengroq tasavvur, ishonch va eng kerakligi mas'uliyat uyg'otdi degan umiddamiz. Bugungi muloqotimizdan xulosa shuki, soliq to'lash faqat raqam emas, u adolat, shaffoflik va taraqqiyot asosi. Yurtdoshlarimiz bu masalada faol, mas'uliyatli bo'lsa, davlat va jamiyat ham shuncha barqaror rivojlanadi. Barchangizni faol soliq to'lovchi bo'lishlikka, konstitutsiyaviy burchingizni to'laqonli ado etishlikka chaqirib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.